Xo'p do'stlar, sizlar bilan passive voice mavzusini davom ettiramiz. Ya'ni passive voice aytganimdek, kim bajargani emas, nima ish harakat bajarilgani yoki bajariladigani muhim hisoblanadi. Endi passive voice qanday qilib yasaladi? Shu bo'yicha ozgina gaplashib o'taylik. Xo'p, passive voice yasash uchun bizga subject o'rniga, gapni boshida subject o'rniga bizga kerak bo'ladi object, ya'ni obyekt, ya'ni narsa kerak bo'ladi yoki joy nomi bo'lishi mumkin yoki nimadir. Ya'ni kimdir emas, nimadir, ko'proq object, ya'ni obyekt bo'ladi. Yoki misol uchun kimdir bo'lishi ham mumkin. Vaziyatga qarab, hozir buni ham alohida tushuntiraman. Object keyin ishlatamiz, bizga har doim passivda bizga kerak bo'ladi be kerak bo'ladi. Ya'ni xuddi to be dagi let's say to be deb yozaylik, osonroq bo'ladi tushunishga. To be, keyin undan keyin biz ishlatamiz verb plus ed yoki verb 3 ishlatamiz. Endi buni alohida tushuntiraman. Qaraymiz. Birinchi boshidan boshlaylik. Object. Endi bunga misol keltirsam osonroq bo'ladi tushunib olishinglar. Xo'p, mana misol uchun object deylik, birinchi oddiy, ya'ni active gap yozamiz. Misol uchun I did my to'liqroq yozay, mayli. Homework. I did my homework. Men uyga vazifamni qildim. Bu yoqda past simple ishlatyapmiz. Endi qaraymiz. Bu yoqda I subject bo'ladi, ya'ni ega. Men qildim. Ish harakati kim bajaryapti? Men bajaryapman. Bu demak active bo'ladi. Active. Endi agar xuddi shu gapimizni passive voice ga o'tkazish uchun biz ko'pincha object gapning oxirida keladi. Ya'ni homework, ya'ni nimani bajardim? Uyga vazifani. Bu yoqda object, ya'ni nimani yoki kimni desak bo'ladi. Ya'ni nimani yoki kimni deb so'roq bo'lsak, to'g'ri bo'ladi. Ya'ni ko'p to'ldiruvchi deylik. To'ldiruvchi desak to'g'ri bo'ladi. U ona tilini bilganlar uchun, lekin murakkablashtirib o'tirmayman. Ya'ni nimani yoki kimni, ya'ni homework, uyga vazifani bajardim. Demak, gapni boshida biz homeworkni olib chiqamiz. Ya'ni object gapni boshiga keladi. Homework endi did bo'lgani uchun, did ya'ni o'tgan zamonda, hozir bu yoqqa charg'aymiz, alohida keyin tushuntiraman buni. Was ishlatdim. Endi didni verb number 3, ya'ni regularmidi yoki irregular, ya'ni to'g'rimidi, noto'g'ri fe'lmidi? Albatta noto'g'ri fe'l, chunki ed qo'sha olmasdik. O'tgan zamonda did bo'ldi. Endi agar u verb 3 bo'ladigan bo'lsa, nima qilsak bo'lardi? Albatta verb 3 variantini ishlatamiz, ya'ni shaklini ishlatamiz. Didni 3-shakli nima edi? Done. Homework was done. Uyga vazifa bajarildi. Uyga vazifa done bajarildi. Nima uchun was ishlatdim? Chunki past simple bu yoqda did ishlatilgani uchun. Xuddi shu passive voice bo'ladi. Endi bu yoqqa strukturalarga qaytadigan bo'lsak, mana bu aytib o'tganimdek, xo'p, strukturasi, ya'ni object, ya'ni kimni yoki nimani o'rniga qo'ysa bo'ladigan narsa, keyin to be ishlatamiz. To be, ya'ni agar to be ni, agar gapinglar o'sha passive voice ga o'tkazmoqchi bo'lgan gapinglar hozirgi zamonda bo'ladigan bo'lsa, am is are bo'ladi. Ya'ni vaziyatga qarab, misol uchun I bo'lsa am, passive voice da I am misol uchun nimadir bo'lishi mumkin, vaziyatga qarab, keyinroq alohida aniqlamiz, bu haqida ham gaplashamiz. Is bo'lishi mumkin yoki are bo'lishi mumkin. Endi agar past simple o'tgan zamonda bo'ladigan bo'lsa, albatta xuddi boyagi misolda ishlatganimizdek was were bo'ladi. Keyin mana aytib o'tganimdek, yoki agar ed qo'sha olsangiz, ed qo'shasiz ish harakatga, yoki agar 3-shakli bo'lsa, verb number 3, ya'ni fe'lni 3-shaklini ishlatasiz, xuddi mana bu misoldagiga o'xshab. Endi bu yoqda tushunarliroq bo'lish uchun yozib ketaman. Bu yoqqa yozaman. To be hozirgi zamonda am is are bo'ladi. Agar o'zgartirmoqchi bo'lgan gapimiz hozirgi zamonda bo'lsa, biz am is are ishlatamiz. Endi xuddi shu to be past o'tgan zamonda albatta xuddi misolda ko'rganimizdek was yoki were, ya'ni object ga qarab o'zgaradi. Ya'ni bilamiz bu yoqda passivda subject bo'lmaydi, ya'ni object bo'lishi mumkin. Misol uchun deylik, men bu yoqda homework so'zini o'rniga misol uchun deylik, two math problems bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkita matematik muammolar
bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'plik albatta bu yoqda kelishi mumkin. Yoki bu yoqdagi misollarni ko'rib chiqamiz. Mana butter, sariyog' is made from milk. Ya'ni sariyog' sutdan tayyorlanadi. Ya'ni sariyog' o'zini o'zi tayyorlamaydi. Uni kimdir tayyorlaydi. Korxonada, uyda, fabrikada bilmadim. Kimdir tayyorlaydi. Lekin bu yoqda kim tayyorlashi muhimmi? Yo'q. Nimadan tayyorlanishi? Ya'ni yoki bizda eng katta misollardan bittasi, bu hayotimizda juda ko'p marta ko'rganmiz. Misol uchun made in China deb o'qiydi ko'pchilik. China, made in China, ya'ni diqqatdan bo'lish kerak edi. Made in China, Xitoyda tayyorlangan. Xuddi shuni o'zida ham passiv ishlatilyapti. Made in China. Ya'ni bu yoqda ham Made in China deb aytamiz. Ko'pchilik xalq orasida mashhur. Made in China deb o'qiymiz buni. Made in China, ya'ni shu yoqda ham passiv kelyapti, ya'ni Xitoyda tayyorlangan. Ya'ni misol uchun something was made in China, nimadir Xitoyda tayyorlangan, ya'ni kimdir tayyorlangan uni, lekin passiv ishlatilyapti bu yoqda ham. Yoki mana aytdim, bu yoqda butter, sariyog' birlikda. Endi oranges, apelsinlar, oranges. Bu yoqda endi ko'plik ishlatilyapti. Are imported into Britain, ya'ni Britaniyaga import qilinadi. Nima deydi? Apelsinlar Britaniyaga import qilinadi. Ya'ni bu yoqda ko'plik bo'lgani uchun are ishlatilyapti. Bu hozirgi zamonda, ya'ni agar were ishlatilganda import qilinardi, ya'ni hozir o'zgargan, hozir unaqa qilinmaydi bo'lardi. Yoki how often, ya'ni qanchada bir are these rooms cleaned? How often, qanchada bir are these rooms, nima uchun are bo'ldi? Chunki rooms, xonalar, cleaned, ya'ni qanchada bir bu xonalar tozalanadi. Hayotda juda ham ko'p marta ishlatamiz. Speakingda yoki yozmada yoki kim bilandir kinolarda, kitoblarda ko'rishimiz mumkin. Passive voice hayotimizning juda ham ajralmas qismi. Shuning uchun yaxshi tushunib, yaxshi bilib olishimiz kerak. Yoki mana I uchun misol aytdim, I kamroq ishlatiladi, lekin albatta ishlatsanglar bo'ladi. I am never, hech qachon, invited to parties. Ya'ni bu yoqda I subject bo'lib kelmayapti. Bu yoqda object, ya'ni men hech qachon, ya'ni meni hech qachon taklif qilishmaydi. Nimaga? Parties, bazmlarga. Ya'ni u nolyapti. Mani hech bazmlarga taklif qilishmaydi. Bir borishim kerak deyapti, ya'ni. Deyapti, meni taklif qilishmaydi hech qachon bazmlarga. Ya'ni I bu yoqda subject bo'lib kelmayapti. Lekin I ishlatilgani uchun am ishlatilyapti. Ya'ni bu doimiy bo'ladigan narsa, ya'ni present simple bo'lgani uchun ham xuddi shunaqa kelyapti. Yoki this house was built 100 years ago. Nima uchun was ishlatildi? Oldingi mavzuyimizda aytgandik, ago bu o'tgan zamonga ishora qiladi. This house, ya'ni bu uy, was built, qurilgan, 100 yil oldin qurilgan. Bu uy 100 yil oldin qurilgan. Ya'ni bu uyni 100 yil oldin kimdir qurgan. Lekin biz bilmaymiz kim qurganini, yoki bu gapimizda kim qurgani umuman muhim emas. Ya'ni 100 yil oldin qurilgani muhim. Ya'ni bu uyni qurishgan 100 yil oldin deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni yettim to'ldiruvchi, ya'ni ya'ni uyni, olmani, uyga vazifani, ya'ni oxiri n bilan tugasa bu object bo'ladi. Yoki when was the telephone invented? Qachon was ishlatilyapti? Nima uchun? Telefon, ya'ni invented. Telefon qachon yaratilgan? Mantiqan bu past simple bo'lishi kerak, chunki yaratib bo'lingan, ish harakat tugagan. Ya'ni telefon qachon yaratilgan? Was anybody injured in the accident? Ya'ni was anybody, ya'ni kimdir injured, jarohatlanish degani. Ya'ni kimdir jarohatlandimi? Ya'ni hodisada kimdir jarohatlandimi? Yes, 2 people were taken to hospital. Ha, ikkita odam, ya'ni they bo'ladi, shuning uchun ham were bo'lyapti. Ya'ni olib ketib bo'lindi ular. They were taken to hospital. Verb number 3 ishlatilyapti. Ya'ni ular, ya'ni ikkita odam kasalxonaga olib ketildi. Ya'ni kimdir olib ketdi. Albatta biz bilamiz kimligini. Albatta shifokorlar olib ketadi yoki kimdir shifoxonaga olib ketadi. Xuddi shunaqa. Ya'ni bu passive voice edi.